Aziz do'stlar, biz jonli efirdamiz va aynan mana shu ekologiya bilan bog'liq xastaliklar ham bor. Bu yangi xastaliklar desak ham menimcha mubolag'aga yuz tutmagan bo'lamiz. Har holda oxirgi paytlarda ko'payib ketyapti bu kabi kasalliklar, bu bilan kasallanayotgan odamlar va ayni mana shu mavzuda juda ham xalqchil, sodda, sizga manfaatli suhbatni tashkil etish maqsadida studiyamizga yaxshi bir tajribali shifokorni taklif etganmiz. Oliy toifali shifokor, allergolog Xushnud aka Ahmedov bugun studiyamizda mehmonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Alhamdulillah. Va oxirgi vaqtlarda o'sha allergiya degan narsa yoshlarda ham va kattalarda ham teng juda ham ko'p kuzatilyapti. Bunga sabab nima bo'lyapti? Endi allergik kasalliklarning ko'payib borishi nafaqat bizning yurtimizda, butun yer yuzida ko'payib bormoqda. Bu bizning yashash sharoitimiz bilan bog'liq bo'ladi. Keyingi paytlarda mana sivilizatsiya rivojlanish deymiz, komfortni xohlab qolyapmizki, zavod fabrikalarni ko'payishi, ularni ekologiyaga chiqarayotgan chiqindilari, mana PM2,5 mikronli zarrachalarni chiqishi deymiz va har xil uylarimizda yaxshi hid beradigan aromatizatorlardan foydalanishimiz, ularni tozalashda ishlatiladigan har xil kukunlar, xullas kimyoviy vositalarning ko'payishi va shu bilan birga yeyotgan oziq-ovqatimiz, ularning tarkibidagi aromatizatorlar, rang beruvchi moddalar, ularga ta'm beruvchi moddalar va ularning uzoq saqlanishi uchun qo'shiladigan moddalar ham tekshiruvlar natijasida shuni ko'rsatdiki, bu allergik kasalliklarga moyillikni oshirib berar ekan. Demak, o'sha ko'proq komfort, siz aytgandek, komfort hayotimiz sabab ekanda. Ekologiya, atrof muhitni buzilishi ham menimcha bu katta bir mavzu, allergiya masalasidir. Albatta, mana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qishloq aholisiga nisbatan shahar aholisida allergiya juda ko'p bo'lar ekan. Chunki qishloq aholisida toza havo, u yerda tabiiylik bor ko'proq, shaharda hamma yoq ko'proq sun'iy vositalardan foydalaniladi va nafas olayotgan havomizni tarkibida o'sha avtomobildan chiqayotgan gazlar deymiz. Masalan, mashinada ham chiqadigan bo'lsangiz, hid beruvchi aromatizator, olayotgan nafasimizda ham hammasi ximikatlar ko'payib ketishi natijasida yanada allergiyaga moyillik ko'payib ketar ekan. Yana shu narsani aytib o'tishim kerakki, hammada ham allergiya birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Allergiyaga moyilligi bor bo'lgan bolalarda, masalan, ota-onani bittasida bo'ladigan bo'lsa, tug'ilajak farzandlarni 25 uzog'i bilan 40% da allergiya bo'lish ehtimoli bor. Agar ham otada, ham onada bo'lsa 50% dan 70% gacha bolalarda allergiya bo'lar ekan. Bu nasl suradi demak. Bunda allergiyani o'zi nasldan naslga o'tmaydi, allergiyaga moyillik o'tadi. Moyillik deganda nimani tushunamiz? Mana otasida allergiya bo'ldi, otadan ko'proq qiz bolaga o'tishi mumkin ekan. Onadan ko'proq o'g'il bolaga o'tishi mumkin ekan. O'tganda ham masalan u moyillik o'tadi-da, uxlab yotadi. Tinch davrda bo'ladi, bezovta qilmaydi. Unga qanaqadir faktorlar, hali aytganimizdek, havoning tarkibini buzilishi, yashash sharoitining buzilishi yoki qandaydir virusli infeksiyalar, qandaydir stress faktorlar bu uxlab yotgan allergiyani uyg'otishga sabab bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarimiz keladi, sizda naslda allergiyangiz bormi? Ha, onamda bor edi, lekin u yaqinda paydo bo'ldi deydi. Ularda o'zi moyillik bo'lgan, u yaqinda uyg'ongan. Bu o'g'lida esa vaqtliroq uyg'onyapti. Chunki u tug'ilganda sharoit komfort. Hamma yoqda aromatizator, yeydigan mahsulotlar, ayniqsa Ona ungacha tabiiyroq hayot kechirgan. Albatta, tabiiy hayot, balkim qishloq havosida nafas olgan. Ko'pchilik aytadi, tog' havosiga chiqsam ancha yengillashib qolaman deydi. Ko'proq tabiiylikka bu yaxshi ko'radigan nima-da? Mavsumiy allergiyalar ham ota-onadan o'tishi mumkinmi? Albatta, hamma allergiya ota-onadan moyillik o'tishi mumkin. Mavsumiy allergiya deganimizda bu bemorlarimiz aytadi, bahor oyida 2 oy. Mana burnim bitadi, aksiraman, ko'zim qichib, yoshlar 2 oydan o'tib ketaman. Birinchi yil mana shuna 2 oy bo'ldi. Keyingi yil yaxshi lecheniya olmadim, yaxshi davo olmadim, 3 oyga cho'zildi. Keyin yana to'g'ri lecheniya qilmaganimda doimiga o'tib ketdi. Allergik kasalliklar shunaqaki persistik kechiladi deydi. Persistik degani bu vaqtida to'xtatib qolinmasa, yildan yilga kuchayib boraveradi.
Ko'pincha chaqaloqlarda mana diatez bo'ladi-ku, atopik dermatit deymiz. Ko'pchilik onalar e'tibor bermaydi yoki momolarimiz aytadi, "Sanda ham bo'lgan, o'tib ketgan." U paytdagi ekologiya, u paytdagi sharoitimiz boshqacha bo'lganda, hozirgi bolalar ko'pchilik allergiyaga moyil bo'lgandan keyin atopik dermatit yaxshi davolanmadi, keyin allergik rinitga o'tadi. Allergik rinit bu burun bitish, aksirish, ko'z qichish. Agar u ham to'g'ri davolanmasa, sekin pastki nafas yo'llariga o'tadi. Pastki nafas yo'llarida, bronxlarda silliq qavatda shishlar va muskullarning qisqarishi bo'lgandan keyin bronxial astma kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Qadamma-qadam degan termin bor. Va allergiyada masalan ko'pchilikda mana shunday fikr yuradiki, bir mahsulotni juda ham ko'p marotaba iste'mol qilish ham allergik kasallikka olib keladi deyilgan fikr bor. Bu qanchalik to'g'ri yoki mifmi? Qarang, endi bu nisbatan to'g'ri desak ham bo'ladi. Allergiyani o'zi haqiqiy allergiya bor, yolg'on allergiya bor. Haqiqiy allergiya bu allergiya moddani miqdoriga bog'liq emas. Masalan, ko'pchilik bemorlarimiz keldi, "Doktor, 2 ta qulupna yedim, hech qanaqa allergiya bermadi. O'tirib 1 kilo qulupna yeb qo'yib, hamma yog'imga toshma toshib ketdi." Bu yolg'on allergiya. Agar haqiqiy allergiya bo'ladigan bo'lsa, yarimtagina qulupna yesa, immunologik mexanizm ishga tushib, unda allergik belgilarni, simptomlarni ro'yobga keltiradi. Bu gistamin liberatorlar deymiz, gistamin modda saqlovchilar. Tayyor gistamin bilan kiradi. Bu gistamin qonda ko'payib ketgandan keyin qon tomirlari kengayishi, qichishish, shish, hattoki bo'g'ilish holatlarini olib keladi. Uni bizlar mutaxassislar tekshirib, aniqlab, aynan nimadan allergiya borligini bilib, bu haqiqiy allergiyami yoki yolg'on allergiyami, shunga qarab davo muolajalarni olib borishimiz kerak bo'ladi. Afsuski xalqimiz orasida allergiyaga kasallik sifatida emas, siz aytganingizdek, o'tib ketadi degan bir qarash bilan o'rganib qolganimizda shu keng tarqalgan. Va surunkaliga o'tib ketadi bu narsa. Hattoki mana hozir aytayaptilar-ku, nafas bo'g'ilib qolishi ham mumkin deb. Allergiya yuzda toshmalar chiqaradi asosan, ammo tashqi belgilarsiz ham bo'lishi mumkinmi degan savol berganlar samarqandlik Nizomiddin akadan. Shuni savol. Albatta, bu allergiya tashqi belgilari bu teri orqali toshmalar, eshak yemi, ruschasiga krapinista deymiz, bu ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki atopik dermatitlar, boyagi diatezlar, qizg'ish toshmalar, qichishishlar bilan bo'lishi mumkin yoki ko'z qizarish, yoshlanishi, burundan suv kelishi, bu tashqi belgilar. Ichki belgilarda bronx yo'llarida shish, boya aytganimizdek bo'g'ilib qolgan shishlar ichki organlarda bo'ladi. Bronxlarning shilliq qavatida bo'ladigan bo'lsa, bu bronxial astma, halqumda bo'ladigan bo'lsa, halqum shishi, hattoki bunga o'z vaqtida muolaja qilinmasa, bo'g'ilib qolib, og'ir holatga, reanimatsion holatga tushib qolishi mumkin. Ayniqsa shunaqa tez rivojlanadigan allergiyalardan biri ari chaqishidan kelib chiqadigan insekt allergiya deydi. Kamroq miqdorda uchraydi, lekin ko'pchilik bemorlarimiz ari chaqqandan hushidan ketib, hattoki o'lim holatlari ro'y bergan, shishib ketib, havo yetishmaydi, davleniya qon bosimi tushib ketadi, anafilaktik shok holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bemorlarimizga aytamizki, allergiyaga yengil qarash kerak emas. Yengil bosqichida ham agar tekshirib, mutaxassisga murojaat qilib, aniqlab uni davolasak, u orqaga qaytadi. Bemalol tinch hayot, sog'lom hayot kechirsa bo'ladi. Va qaysidir mahsulotlarni sanab o'ta olasizmi? Aniq mana shu mahsulotlardan ko'p insonlar allergiyaga uchraydi, shu mahsulotni iste'mol qilgandan keyin degan. Albatta, ayniqsa yosh bolalar orasida birinchi o'rinda yosh bolalarga allergiya berishi mumkin bo'lgan mahsulotlar bu sut mahsulotlari. Laktoza ko'tara olmasligi ham bo'lishi mumkin sut tarkibidagi va tuxum mahsulotlar bo'ladi, shokoladlar, chaqchuqlar, ya'ni pista, bodom, yong'oqlar, ular birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda o'sha boyagi krasitellar, ya'ni bo'yoqlar qo'shilgan mahsulotlar hozirgi kunda ayniqsa ko'p uchramoqda. Har bir mahsulotda. Marmeladlar deymiz, chiroyli qilib ko'ringan, ta'mini ham zo'r qilib qo'yadi. Uni yosh bolalarimiz sevib iste'mol qiladi. Qancha bemorlarimiz o'sha marmeladlar, shokoladlar yegandan keyin sun'iy mahsulotlardan tayyorlangan. Shundan keyin terida toshmalar, mana shu bo'g'ilib qolishlar, nafas qisishlar bilan kelmoqda. Bular birinchi o'rinda turadi. Keyin bu yo'lga yana mosh, loviya, dukkakli mahsulotlar deymiz, baliq mahsulotlari deymiz, tovuq go'shti berishi mumkin. Kattalarda sal boshqacharoq, tuxum bilan sutdan ko'ra ularda ko'proq hali rangli ichimliklar, mana har xil napitkalar deymiz. Yeyotgan mahsulotlari o'sha shokolad, yong'oq, pista, ot go'shti ayniqsa ko'pchilik kattalarda beradi. Bular tarkibidagi oqsil allergiyani qo'zg'atib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Va dorilar,
Ayniqsa ko'pchilik bemorlarimizda birinchi o'rinda turadigan og'riq qoldiruvchi dorilar: analgin, aspirin, sitramon, baralgin. Agar analgindan allergiya bo'ladigan bo'lsa, aspirin, sitramon, baralginlardan buni oilasi ham berishi mumkin. Ko'pchilik o'ylaydi, analgindan bermaydi, aspirin ichib ko'rsam bo'lar ekan deydi, yana allergiya bo'lib qoladi. Shunaqa holat bo'lgan. Kecha bemorim keldi shunaqa. Menda probada deydi, sefazalindan allergiya bor edi, keyin seft reaksion qilib ko'rdik deydi. Keyin bo'g'ilib qoldim deydi. Sefazalindan allergiya chiqib turibdi. Yana seft reaksion qilishgan. Bu sefalosporin guruhiga kiradida. Bu bitta guruhiga o'sha allergiya berdimi, bo'ldi. Mana shu bitta guruhda qilish mumkin emas bo'ladi. Shuni ko'pchilikka tushuntirib o'tishimiz kerak. Allergiya bor yo'qligini dorilarni ishlatar ekanmiz, ayniqsa mana shu ukollar, inyeksiyalar misolida bilib olishimiz mumkin-da. Dastlab sinov uchun yuboriladi, ozgina ma'lum bir kuba, keyin undan keyin bilib olamiz deydi-ku shifokorlar. Men so'ramoqchi bo'lganim, mana turli kasalliklarga biz tahlil topshiramiz, qon tahlili. Allergiyani ham umumiy hammasiga qon tahlili topshirib bilsak bo'ladimi? Bizda nimaga allergiyaga moyillik borligini yoki albatta ana shu mahsulotni yeb qo'yib yoki ana shu deylik joyda bo'lganimizdan keyingina allergiyamiz borligini bilamizmi? Yo, hozir zamonamiz rivojlangan, zamonaviy apparatlarimiz bor, zamonaviy tekshiruvlarimiz butun dunyo rivojlangan davlatlarida bor bo'lgan tekshiruvlar bizlarda ham mavjud. Hattoki molekulyar allergiya diagnostika degan tekshiruvimiz bor. Hozirgi kunda 1 millilitr qon topshirasiz, 1 sutka davomida 295 xil allergiyani aniqlab beradi. 295 xillar ichida havo orqali tushadigan maishiy allergiyalar deysizmi, mushuk junimi, kuchuk junimi, havoni tarkibida zamburug'larmi, qaysi o'simlikni gulchanga allergiya beradi, bu gulchangning tarkibida qaysi oqsil sizga allergiya beryapti, bu oqsil yana qaysi mahsulotda bor va mana shu qaysi oqsilga nisbatan bizlar xalq tilida vaksina deb yuriladi, asid terapiyani allergiya spesifik immunoterapiya qilsak, bizlar natija ola olamiz, shu kasaldan qutula olamiz. Shu savollarga ham javob beradigan tahlillar. Agar allergiyani turlari hali bizni bezovta qilib ulgurmagan bo'lsa ham, biz o'sha tahlilni topshirganimizdan keyin albatta shifo topsak bo'ladi. Bunga qarshi kurashsak bo'ladi. Albatta bo'ladi. Shunaqa tekshiruvlarimiz hozirgi kunda juda ham yaxshi rivojlangan bizlarda. Va siz hozir aytyapsiz-ku, juda ham har bir mahsulotimizda o'sha sun'iy qo'shimchalar bor-da, baribir uni biz o'zimiz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, do'kon rastalaridan olamiz va sotib olib yeymiz. Va ayniqsa homilador ayollarimiz shunday mahsulotlarni iste'mol qilganidan keyin bolajonlarni ko'p vaqtlarda allergiya bo'lib tug'ildi deganini ko'p eshitamiz. Endi mana shu bolalar umri davomida mana shunday allergiya bilan yashash kerakmi yoki umuman mana shunday allergiyani to'xtatib qo'yadigan qanaqadir preparatlar bormi? Har doim ham shunday allergiya bilan yasha olmaydi-ku inson. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Bolalardagi allergiya ko'pincha mana diatezlarda bu boyagi tuxum yoki sutga bo'ladigan allergiya ma'lum bir vaqtdan keyin ba'zan yo'qolib ketishi mumkin. Bu kelajakda yashaydigan yashash sharoiti va ularning bo'ladigan kasalliklari yoki yeydigan mahsulotlarga ham bog'liq. Bu endi uxlamoqchi bo'lgan allergiyani yana bu yoqdan tushib qitiqlab uni uyg'otaverar ekan, u yana keyingi qadamga o'taveradi. Agar bola toza havoda, tinch hayotda, sog'lom hayot kechirishi bilan yashaydigan bo'lsa, u uxlab yotaverishi mumkin moyillik. Shunda u yuzaga chiqmaydi. Shuning uchun o'z vaqtida murojaat qilib, mutaxassisdan maslahat olib turgani ma'qul hisoblanadi. Allergiyani davolash uchun faqat preparatlardan foydalanamizmi? Hozirgi kunda allergiyani davolashda o'zi aslida men aytaman 3 ta xil turi bor. Birinchi turi bu allergiya bor joydan bemorni, masalan, aksiradi burni bitadi, nafas qisadi shu regionda. O'sha allergiya beruvchi modda yo'q joyga bemorni ko'chirib o'tkazsak, unda allergiya bezovta qilmaydi. Chunki sababchi yo'q. Eliminatsiya effekti deymiz. Ko'pchilik bemorlarimiz aytadi, masalan, chekka regiondan keladi. Surxondaryo, Xorazmdan Toshkentga kelsak, bizlar bezovta qilmaydi deydi. Bu eliminatsion effekt. Ikkinchisi simptomatik davo. Bu allergiya berayotgan vaqtda simptomlarni kamaytirish uchun hali aytganingizdek dori-darmonlar. Burun bitadigan bo'lsa burunga spreylar ham hozir zararsiz turlari chiqqan, tabletkalar allergiyaga qarshi bularni ham hozir oxirgi avlodlari zararsiz turlari bor, bular bilan davolash mumkin yoki astma bo'ladigan bo'lsa aerozollar bilan.
Ularni ham zararsiz davolovchi usullar. Bu ikkinchi usuli simptomatik davo. Uchinchi usuli bu allergiyani asosiy ildizi bilan davolash. Ya'ni boyagi tekshiruvlarni o'tkazib, qon orqali tekshiruvni o'tkazib, allergiya sababchisini aniqlab, qaysi o'simlik gulchangi yoki uychangi kanachasi bo'ladimi yoki zamburug' bo'ladimi, uni aniqlaganimizdan keyin shunga qarshi asid terapiya deymiz, ya'ni vaksinatsiya. Allergiya beruvchi moddani organizmga kichkina dozadan berib boriladi va doza oshirib borib organizmni shunga moslashtiriladi. Keyin organizm u moddani dushman deb qabul qilmaydi. O'zimiki ekan deydi, immunitet uyg'onadi, unga qarshi immunitet paydo bo'ladi. Mana shu davolash usuli asosiy birinchi o'rinda turadigan davolash usuli hisoblanadi. Bu asid terapiya. Va qaysidir organizmimiz og'riyotgan vaqtda biz uni borib o'sha o'zi qildirmasdan bir xil organizmlar shunday og'riqsiz og'riydi-da, masalan jigarni qachonki o'sha eng qiyin darajasiga kelmaganicha bilmaymiz jigarimiz og'riyotganini. Xuddi shunday organizmimiz ham aytadi, men og'riyapman deb, lekin tashqimizga qandaydir belgilari bilan chiqarishi mumkin. Bu allergiya bo'lmaydi, lekin qaysidir organizmimiz og'riyotganidan dalolat beradi. Lekin allergiya bilan mana shunday toshmalarni qanday farq qilsak bo'ladi? Allergiya albatta qichishadimi? Ha, qichishish o'zi boshqa kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Faqat teri qichishi bu yuqumli kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, qo'tir kanasi deymiz, ular yuqadi va boshqa shunga o'xshagan neyrodermit degan kasalliklar, endi suv chechaklarda pufakchalik bo'ladi, ular infeksion isitma bilan kechadi. Endi differensial diagnostika deymiz, taqqoslash mumkin. Qichishish hammasida asosan 90% da qichish bilan bo'ladi agar terida bo'lsa. Shunaqa formalar bor, qitish bo'lmaydi, ozgina isitma ham berishi mumkin. Ko'pincha shunaqa payt qiyinchilik tug'diradi kasallikka diagnoz qo'yish. Suv chechakning boshlang'ich bosqichlarida hali isitma bermaydi, toshmalar bilan boshlaydi. Bunda allergiyaga o'xshaydi, unda ham ozgina qitishadi. Deb bunaqa paytda mutaxassislarimiz ko'ribdi, o'tkazib, bemorga kerak bo'lsa analizlar topshirib, bitta virus ekan va boshqa belgilar, tomoqdagi o'zgarishlar zaruriyat tug'ilsa, boshqa mutaxassislarni ham birgalikda jalb qilib to'g'ri diagnoz qo'yib davolash kerak bo'ladi-da. Shunday bizchi mana bir narsani tan olaylik, agar deylik boshimiz og'risa nervopatologga boramiz. Oyog'imiz, qo'limiz, umuman suyak bilan bog'liq muammoimiz bo'lsa travmatologga borishga odatlanganmiz, ortopedga borishga odatlanganmiz. Lekin terimizga narsa toshsa, biz bilganimiz dermatolog. Aksariyat odamlar farzandlarini va yoki o'zi dermatologga boradi, olib boradi. Dermatolog ham shunday bir menda shunday holat bo'lganda, o'zi yozadi shifoni. O'zi diagnoz qo'yadi, o'zi tashxislaydi, o'zi yozadi. Allergologga borish degan tushuncha nisbatan kamroqda bizga. To'g'ri. Bizda, ya'ni bunga sabab nima? Biz nimaga ahamiyat berishimiz kerak va bu nimaga biz uchun muhim? Masalan, dermatolog ham balki davolab qo'yar uni. Endi har bitta mutaxassis o'zini nimasidan kelib chiqib davolaydi bemorlarni. Men o'zim ham mana dermatologiya va kosmetologiya markazida ishlayman. O'zim allergologman lekin. Endi bular bilishdiki, mana shu dermatologiya kelayotgan bemorlarning ham orasida juda ko'p allergiya bilan kelayotgan ekan. Shunaqa paytda mutaxassis fikri kerak bo'ladi. Shunaqa paytda bilish kerakki, ko'pincha yaxshi mutaxassislarimiz o'zi ham aytadi, sizda allergik holat ketib turibdi. Agar dermatologik bo'lganda biz davolardik. Bitta mutaxassis bilan maslahat qiling dedi. Lekin yengilroq bosqichida dermatologlar ham davolasa bo'ladi. Antigistamin tabletkalar, suradigan mazlar, boshqalar bilan davolasa bo'ladi. Endi allergologiya fani endi uzoq vaqtdan beri emas, yosh rivojlangan, yosh bo'lgan 100-200 yil hali bo'lmadi, 100 yildan oshdi endi. Boshqa fanlar ko'proq uzoq davrdan beri. Lekin oldin ham allergiya bo'lgan, ko'pchilik uni shamolladi. Masalan, aksirsa burnida bitsa shamolladim deb o'ylashgan. Teriga toshsa bu qo'tir deb o'ylashgan yoki zamburug' deb o'ylashgan. Shunaqa tekshiruvlar davomida bu yosh rivojlanib kelayotgan fan bo'lgani uchun ko'pchilik o'sha mutaxassislar davolaydi. Keyin oxirida davolash qiyin bo'lgandan keyin ko'pincha yuborishadi. Allergologga ham bitta ko'rinib qo'ying. Shu davolash bosqichi baribir zararda, foydasi bo'lmagandan keyin. Xo'p, qizil mahsulotlarni hammasi ham allergiyaga chaqirishi mumkinmi? Qizilga allergiya ham bor deb qo'yishadi-yu. Ha, qizil mahsulotlar o'zi ahamiyatlimi shu? Rangni o'zi unaqa ko'p ahamiyatga ega emas. Qizil rangni tarkibidagi modda likopen degan modda bo'lar ekan, u ko'pchilikga allergiya beradi. Lekin mana masalan qizil lavlagini pishirib yesa, bu foydadan xoli emas. Bu allergiya bermaydi ko'pchilik bemorlarimizda.
Ko'pchilik qizil olmani ham allergiya beradi deydi. Bu qizil olmani ustini olib tashlab yoki o'zini yesa ham masalan allergiya bermaydi. Qizil rangli mahsulotlar boyagi kimyoviy vositalar bor-da. Kimyoviy rang beruvchi moddalar bor. Mana qulupnay boy aytib o'tganimizdek, u gistamin saqlovchi moddalar-da. Ular yolg'on allergiya beradi. Lojniy allergiya deymiz, psevdo allergiya deymiz. U haqiqiy allergiya emas. Qizil rangli mahsulotlar. Uni mutaxassis ajratib beradi. Sizga ma'mullarni yesangiz bo'ladi. Ko'pchilik psixologik jihatdan voy qizildan allergiya, hattoki qizil kiyim ham kiymaydi deydi. Buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Uni faqat mutaxassisga murojaat qilib, aniqlab, nimadan allergiyaligini bilib, shunga qarab bemalol mahsulotlar yesa bo'ladi. Ko'pchilik parhez ekan deb ko'p narsalar yemay, ozib ketib, gemoglobin tushib, immunitet tushib ham kelishadi-da. Biz aniqlab bergandan keyin, "Men shuncha narsa yesangiz bo'lar ekan" dedi. "Voy, men shuncha yil yurgan ekanman" dedi-da. Shuning uchun albatta mutaxassisga borib, tekshiruvlarni qilib, o'sha o'zini davo muolajalarini qiladigan bo'lsak, maqsadga muvofiq. Allergik tahlillar va allergologning tashxisi qimmat xizmat hisoblanadimi, yo'qmi tibbiyot? Endi qimmat degani bu nisbiy tushuncha. Holatdan kelib chiqib uni davolayveramiz. Bu qimmat tahlil ekan deb bemorimizni tuzatmay qo'ymaymiz. Sharoitdan kelib chiqib, bemorning sharoitidan kelib chiqib, uni davolashga harakat qilamiz va biz taklif beramiz. Agar sizda shunaqa imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa tekshiruvlarimiz ham bor. Agar tagigacha davolab yo'qotaman desangiz, mana shunaqalar qilishimiz kerak. Va shunda sizga ko'proq siz haqingizda ma'lumot bilamiz va davolashga erishamiz deymizda. Tushunarli. Shunchaki biz bugun sizga oddiy bir shu bemorlaringiz singari savollar berdik. Qayerdadir bu savollar noprofessionalizmga yo'yilgan bo'lsa uzr so'raymiz va umid qilamizki tomoshabinlarga manfaatli suhbatni taqdim eta oldik. Studiyamizga kelganingiz uchun rahmat. Keyingi faoliyatingizni omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, dasturimizni reklamadan keyin davom ettiramiz.